o'zi iqtisodiyot aslida juda ham keng soha-ku. Shuning uchun bu kitobdan keyin, bu tarjimasidan keyin men tushunmagan yoki bilish xohlaydigan mavzular yana albatta bor. Lekin bu shu iqtisodiyot nazariyasi, iqtisodiy qarashlar, g'oyalar, shu insoniyat tarixidagi o'tgan barcha mavjud bo'lgan barcha iqtisodiy qarash nazariyalari zamonaviy uslubda bugungi o'quvchiga tushunadigan qilib bir qanaqadir hikoya shaklida tushuntirilgani menga juda ham ma'qul keldi. Shuning uchun ham aynan shu kitobni tarjima qilish istagi tug'ilgan edi. Bungacha o'zi iqtisodiyot bo'yicha o'sha Asahi Books'da nashr qilingan Yalang'och iqtisodiyot kitobini o'qiganman. Undan boshqa bir qator shu siyosiy iqtisodga oid kitoblarni ham ko'rganman. Qiziqishim bor edi. O'zi iqtisodiyot, siyosatga qiziqmaydigan odam o'zi kam bo'lsa kerak nazarimda. Shuning uchun aynan shu kitobni tanlab shu e'lon qilingan paytda ham tarjimonlarga esingizda bo'lsa tanlov e'lon qilingan edi, bir parcha yuborishgan edi. Shu parchani tarjima qilish jarayonida juda ham yoqdi-da. Qani edi shu kitobni tarjima qilsam deb. Yaxshi nasib qilgan ekan. Kitobda o'zi qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha kitob 40 ta bobdan iborat. Muallif aytib o'tganimdek qadimgi davrdan boshlab, qadimgi Rim davridan boshlab o'sha iqtisodiy qarashlar, g'oyalarni qisqa hikoyalar asosida yoritib berishga harakat qilgan. O'zi insoniyat tarixida iqtisodiyot o'sha paytda ham iqtisodiyot bo'lgan, faqat uni tushuntirilishi bugungi kundagi iqtisodiyot fani yoki iqtisodiyot bir ilmi oxirgi 200 yilda yangi paydo bo'lgan tushuntirish. Lekin inson o'sha paytda ham inson bo'lgan. Inson o'sha paytda ham boylikka, odam nafsi bo'lgan, boylikka o'chlik bo'lgan. Umuman hayot muammolari hozirgidek bo'lgan. Ya'ni yashash, pul topish, ishlab topish nima. Bu iqtisodiyot shu hammasini qamaydi-ku. Boylik yaratish masalasi bor. Boylik umuman masalasi, mehnat, soliqlar qadimgi davrda ham bo'lgan, o'sha dehqonlarga solingan umuman soliqlar masalasi, o'rta asrlarda ham bu masalalar umumiy iqtisodiyotni o'sha masalalari, ya'ni bugungi kun bilan ham bevosita u davrdagi qarashlar qaysidir ma'noda albatta aloqalari bor. Ya'ni o'xshashlik jihatlari bor. O'zi oddiy o'quvchi kitobxon uchun iqtisodiyot nima degan savolga o'sha kitobning birinchi bobida qisqacha iqtisodiyot o'rganadigan masalalar haqida gapirganda shunda aytilganki, iqtisodiyot cheklangan resurslar sharoitida odamlar cheksiz ehtiyojlarini qanday qilib qondirish kerak? Mana shu masalani o'rganadigan bir soha deyilgan. Endi yana aytish mumkin, iqtisodiy soha, masalan, o'sha cheklangan resurslar bilan mahsulot ishlab chiqarish va o'sha ishlab chiqarilgan, yaratilgan boylik qanday taqsimot qilinishi masalasini ham aynan o'rganadi. Shu masala hal qilinadi iqtisodiyotda. O'zi kitob tarjima qilishga kirishdan oldin muallif haqida albatta o'qiyman. Umuman boshqa kitob o'qishga kirishdan oldin muallif kim, kitob qaysi davrda yozilgan, shu masalalarni o'rganib chiqaman. Chunki bevosita o'sha yozilgan davri muhim bo'ladi va muallif o'zi kimligi muhim. Shu ma'noda muallif o'zini ham o'rganib chiqdim. Nail Kishtayni bu shaxs Britaniya hukumatini iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlagan odam. Shu hukumatni iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi bo'lgandan keyin endi katta mutaxassis ko'rinib turibdi. Ayni paytda universitetda o'sha iqtisodiyot bo'yicha dars o'tadigan professor ham. U kishini murakkab nazariy g'oyalari, nazariyalarni sodda zamonaviy usulda, hikoya shaklida ifodalagani menga qiziq tuyuldi. U yerda formulalar berilmagan, masalan, qanaqadir chizmalar, diagrammalar keltirilmagan, lekin o'quvchi shu iqtisodiy bir g'oyani qarashi bemalol tushunib oladi. Voqea qaysidir misollar bilan. Juda ham shu ma'noda muallifning ishi juda ajoyib. Davr bo'lgan. U davrda shu ishlab chiqarish, sanoat inqilobi davri bo'lgan. Sanoat inqilobidan keyin shu zavod, fabrikalarda ko'p ishchilar ishlagan, ko'proq mahsulot ishlab chiqarish asosiy maqsad bo'lgan. Qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarsa, ekspluatatsiya xullas masalasi bor-da bu yerda. Qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarsa, u kapitalistga, ya'ni o'sha zavod, fabrikaning egasiga shuncha ko'p foyda kelgan. Endi ishchilar u yerda masalan bir kunda norma soat
soat qo'yilgan. U juda hozirgi zamondagi ish soatlari bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada farqli bo'lgan. 12 soatmi yoki 14 soatmi aniq esimda yo'q. Shu uzoq muddat juda uzoq ishlashgan va qo'yilgan talablar o'ta yuqori bo'lgan. Ularni o'sha ishlashidan, qancha mahsulot o'sha bir kunda ishlab chiqarishidan, tayyorlashidan kelib chiqib, o'sha ranglar belgilab qo'yib, tablichkalar ilingan u ishlaydigan stol ustiga. Farqli ko'rinib turishi uchun nazoratchilar o'sha asosda xulosa qilgan. Shu masala to'g'risida o'zi u yerda gap. Lekin umuman kitobni avvalida o'sha qadimgi Rim davridan boshlagan bo'lsa, xronologik tarzda, keyin o'rta asrlarga keladi. Yevropada, xususan Ispaniya, Gollandiya, Niderlandiya, Angliyada o'sha paytda bir merkantilistlar g'oyasi paydo bo'lgan, merkantilizm degan g'oya. Uni asosi, markaziy nuqtasi nima? Davlatning boyligi oltin, kumush bilan belgilanadi va o'sha boylik to'planish kerak. Chetdan sotib olish kamroq bo'lishi kerak edi, sotish kerak. Ya'ni tashqariga ko'proq mahsulot sotish kerak, shunda boyiladi degan nazariya, shunday qarash. Lekin keyingi davrlarda iqtisodchilar o'sha ko'rganki, faqat chetga sotish bilan emas, sotib olish bu ikkalovi qanaqadir o'zini balansi bo'lishi kerakligi, faqat oltin, kumush bu boylik emas, balki shu bilan birga ishlab chiqarishdagi mahsulot, uni taqsimoti, davlatlarning boyligini faqat oltin, kumush belgilamasligi haqidagi gap ketadi. Adam Smith haqida keyin gap ketadi, o'sha mashhur. O'sha oltin, kumushlar haqida gap ketganda u qadimgi bir afsona keltiradi kitobda. Aytadiki, Midas xatosi degan bir tushuncha bor. U yerda unga ko'ra shu bir podshoh bo'lgan, mashhur. O'sha paytda u meni ushlagan hamma narsam oltinga aylanib qolsin deb shunaqa tilak Allohdan, Xudodan shunaqa narsa so'ragan. U orzusi ushalib, shu ushlagan narsasi oltinga aylanib qoladigan bo'lgan. Va shuni oqibatida ochlik yetib, unga hayotiga xavf paydo bo'lganda, oltin har doim ham muhim bo'lavermasligini tushuntirishga harakat qilgan. Iqtisodiy nazariya yaratgan yoki bir qarashlarini ilgari surgan olimlarni g'oyalari hikoyalar tarzida berilganda, Adam Smith ham bevosita keltirgan o'sha Xalqlar boyligi degan asari misolida keltirilgan va u yerda juda bir qiziq va bugungi kun uchun ham muhim bo'lgan fikr aytiladi. O'zini manfaatini ko'zlab harakat qilgan bir jarayonda jamiyatga foyda keltiradimi? Jamiyatga foyda xudbin odam, ya'ni xudbinlik bilan qandaydir jamiyat, yaxshi jamiyat qurilish uyg'unligi bormi mana shu orasida degan bir savol qo'yiladi. Keyin u aytadiki, odamlar o'zi uchun ishlab, o'z manfaatini ko'zlab harakat, o'zini foydasini ko'paytirish uchun harakat qilsa ham, lekin umumiy jamiyatga u foyda keltiradi. Masalan, Novvoy bor. Novvoy non yopadi, ko'proq non yopib, odamlarga ko'proq sotish maqsadi shu, o'ziga foyda keltirish. Lekin shu o'zini maqsadini, o'zini foydasini ko'zlab harakat qilish jarayonida u qolganlarga foyda keltiradi. Qanday qilib desa, u ishlab chiqarilgan yoki yopgan non odamlarning dasturxoniga yetib boradi. Boshqa odamlar o'zini ishini qilib, uni nonini sotib oladi. Agar bu o'zi uchun o'sha harakat qilmasa, ularning dasturxoniga non yetib bormaydi. Ya'ni qandaydir birgalikdagi harakat haqida fikrlar borda. Endi yana bir jamiyat birgalikda ishlashi haqidagi bir fikrga u qarshi fikr ham aytadi. Ya'ni kitobda misol keltiriladiki, bir futbol jamoasi bor. Endi jamoa bo'lib u yerda futbol o'ynash, himoyachi o'sha himoyada qolib darvozani goldan himoya qilish yoki hujumchi oldinga borib gol urishga harakat qilishi misol keltiriladi. Jamoaviy o'yin u yerda muhimligi aytiladi. Lekin Adam Smith mana shu fikrni inkor qiladi. Ya'ni faqat yaxshi odam butun jamoa foyda ko'rsin deb o'zini foydasidan kechadigan bo'lsa, umumiy ishga ham zarar bo'lib qoladi bu holat. Shuning uchun odamlar o'zini manfaatini ko'zlagan holda butun jamiyatga foyda keltiradi. Mana shu fikr to'g'ri deb o'sha fikr ilgari suradi. Kitobda Thomas Malthus degan bir olimni fikrlari ham keltiriladi, tushuntirishga harakat qilinadi. Xullas, Thomas Malthusning g'oyasi shundan iborat bo'lganki,
odamlar qancha ko'payib ketsa, yeydigan og'iz ko'payadi-da, qashshoqlik kuchayib ketadi, zo'rayib ketadi. Shuning uchun odamlar unaqa tez ko'paymasligi kerak degan fikrni ilgari suradi. Bu o'sha davr uchun bir qaysi ma'noda to'g'ri tuyulishi mumkin, chunki o'zi dunyo bugungi kundagidek to'q va haligi mahsulotlar juda ko'p, samaradorligi ham yaxshi bo'lmaganda ilgari. Ochlik butun dunyoda ochlik ko'p bo'lgan, ayniqsa 200-300 yil oldingacha bo'lgan paytda va shuni oqibatida odamlarda o'sha ochlikdan, kambag'allikdan, qashshoqlikdan qo'rquv kuchli bo'lgan. Xususan iqtisodchilarga ham o'sha fikr ta'sir qilgan. Shuning uchun odam ko'p bo'lsa, ochlik kuchayib ketadi, qashshoqlik kuchayib ketadi. Shuning uchun odam ko'p bo'lmasligi kerak degan fikr ilgari surgan. Va keyingi davr iqtisodchilari aytganki, yo'q, odamlar aslida boylik yaratadigan insonlar. Odam qancha ko'p bo'lsa, mehnat ishchi ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari yangi g'oyalar, aql ko'proq bo'ladi, yangi g'oyalar ko'proq bo'ladi. Yangi g'oyalar bilan esa o'sha mahsulot ishlab chiqarish, yangi usullarda mahsulot ishlab chiqarish mumkin va o'sha samaradorlikka erishish mumkin. Samaradorlik paydo bo'lgandan keyin, o'sha sanoat inqilobidan keyin ochlik masalasi ham o'sha nisbatan hal bo'lganda. Lekin o'sha zamonaviy iqtisodchilar deyarli hammasi Malthusning fikri noto'g'ri bo'lganini o'sha yoqlashadi, aytishadi. O'sha Jon Maynard Keynesni bir asari haqida gap ketadi-da. Boylik, o'sha talab, pul, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi masalasi ko'riladi. Masalan, bozor bir shunaqa holatga keladiki, ba'zida o'zini o'zi tiklab ola olmaydi. Bozor o'ziga qo'yib bersa, shu paytda davlat unga aralashib, pul siyosati bilan yoki boshqa qaysidir vositalar bilan bozorni tiklashga, talab va taklifni joyiga qo'yishga aralashish kerak degan fikr ilgari suradi. O'zi klassik iqtisodchilarda ham, zamonaviy iqtisodchilarda ham bu masala bor. Ya'ni davlat iqtisodiyotga qanchalik, naqadar aralashish kerak? Aralashish kerakmi o'zi yoki kerak emasmi? Shu masalalar ham juda batafsil yoritilgan. Kitob mavzu o'zi menga qiziq bo'lgani uchun kitob tarjimasi u qadar qiyin bo'lmadi. 4-5 oy, adashmasam 5 oycha vaqt oldi shekilli. Ba'zi iqtisodiy tushunchalarni tushunib olish uchun endi qo'shimcha izlanish qilishga to'g'ri keldi. O'sha maxsus resurslardan foydalandim. Google'dan yoki shu maxsus kitoblar bor, ulardan iqtisodiy tushunchalarni yaxshiroq tushunib olish ma'nosida va uni to'g'ri ifoda qilish ma'nosida. Undan tashqari o'sha ba'zi iqtisodchilar bilan ilmiy muharririmiz bor edi, Bekzod aka. Ular bilan gaplashib, qaysidir fikrlarni o'rganib yoki bir tarjimonlarimiz guruhi ham bor edi. Ba'zi masalalarda u yerda ham o'zingiz ham xabaringiz bor. Fikr so'rab, shu tahlil endi jarayonlar kechdi. O'zimga juda ham qiziq bo'ldi. Lekin o'sha kitobda keltirilgan nazariyalar, o'zbekcha ifodasi umuman o'zbek iqtisodiyot yo'nalishidagi kitoblarda qanday berilgan? O'shalarni o'rganishga to'g'ri keldi. U bir xil bo'lsin degan mazmunda. Keyin o'sha mashhur iqtisodchilarning ismlari, har xil millatga mansub endi iqtisodchilar fikrlari keltirilgan-ku. Ismlarini qanday beramiz degan masalani, yozilishini. Xususan, shu masalaga duch keldik. Lekin umuman jarayon qiziq bo'ldi. Muharririmiz bilan ishladik. Tarjima tugagandan keyin ham baribir muharrir bilan ishlashga to'g'ri keldi. Qaysidir joylarni ularga tushuntirishga yoki o'zaro kelishishga shu jarayonlar bo'ldi. Zamonaviy iqtisodiyotning terminlari asosan yoki lotin yoki ingliz tili orqali kirgan o'sha so'zlar bo'lgani uchun hammasini ham o'zbekcha ifodali qilib bo'lmaydi. U umuman termin tilshunoslik nazariyasida ham men o'zim asli tilshunosman. Tilshunoslik nazariyasida ham bor. Terminlari muqobili bo'lsa ishlatiladi. Agar muqobili o'zbek tilida bo'lmasa, aynan o'zidan foydalanadi. Shu o'zidan foydalanilgan. Tarjima jarayonida qiziqarli va badiiy ifodalar ham borda. O'sha ingliz tiliga xos bo'lgan qanaqadir iboralar bor. Uni ifoda qilish o'ziga yarasha bir qiyinchiliklari bo'ldi. Imkon qadar o'zbekcha muqobilini berishga harakat qilindi. Agar o'zbekcha muqobil aynan bo'lmasa, o'shani tushuntirishga harakat qilindi. O'zi aslida bizda
tog'orani teshigidan suv chiqib ketadi-ku. Shu ifoda ham bor edi, endi u aynan o'zini saqlashga harakat qilindi u yerda. Bunaqa iboralar juda ham ko'p va u uchun anchagina izlandim. Boshqa tarjimon do'stlarimiz bilan maslahat qilib, mana bu ifodani qanday bersa bo'ladi yoki mana bu iborani o'zbekchada qanday bergan yaxshi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi anchagina. Biza iqtisodiyotga qiziqamizmi, yo'qmi, u bevosita bizning hayotimizga ta'sir qiladigan narsada. U tizim shu biz shu jamiyatda yashaymiz, shu jamiyatda ishlaymiz. Boylik bilan bog'liq bo'lgandan keyin iqtisodiyot tizim butun insonlar hayotiga daxldor narsa. Shuning uchun uni hamma o'qish kerak deb o'ylayman. Xususan yoshlar, iqtisodiyotga qiziqadigan yoshlar va yangi masalan universitetni tamomlab yoki o'qishda o'qiyotgan talabalar bo'ladimi yoki universitetni tamomlab bir hayotga yangi katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlar albatta o'qish kerak deb o'ylayman kitobni. Chunki umumiy tizim, iqtisodiy tizim qanday ishlaydi degan fikr tushunchaga ega bo'ladi. Bu tushuncha o'zini kelajakdagi maqsadlarini aniqlab olishga yana ham ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. Boshqa tarafi biz kundalik hayotda bevosita iqtisodiy qarorlar qabul qilamiz. Masalan, o'sha behavioral economy deydi. Odamni xatti-harakatlari o'sha qaror qabul qilishdagi, masalan, qaror qabul qilishda ham iqtisodiy bilimlar muhimda. Shunday bo'lgandan keyin bu kitobni albatta o'qish kerak. Biz masalan kundalik hayotda bir narsalar masalan o'zimiz uchun, oilamiz uchun foydalanish uchun sotib oladigan bo'lsak, moliyaviy resursimizdan kelib chiqib qaror qilamiz-ku. Endi o'sha qaror qilayotganda to'g'riroq qaror qabul qilish uchun albatta iqtisodiy bilimlarga, moliyaviy bilimlarga ega bo'lish kerak. Bu kitob o'sha bank moliya tizimi deymizmi, soliqlar haqida fikrlar, keyin transport tizimi, umuman shahar bilan bog'liq soliq juda ham keng mavzularni qamrab olgan va o'sha yerdagi iqtisodiy qarashlarni sodda tilda oddiy o'quvchiga tushunarli uslubda yoritgani bilan juda ahamiyatli. Ming kitob loyihasi bugungi o'zbek jamiyati uchun juda muhim bo'lgan, kech bo'lsa ham boshlangan loyiha. Men bu loyihadan umidim juda ham katta. Sababi bizani jamiyatda mana bu yerda tarjima qilinib, nashr qilinayotgan kitoblar hammasi ilmiy ommabop kitoblar-ku. Bizani an'anamizda ilmiy ommabop kitob yozish yo'q. Ya'ni O'zbekistonda shu paytgacha ilmiy ommabop kitoblar juda kam yozilgan, deyarli yozilmagan. Bu kitoblarni paydo bo'lishi yoshlarda, umuman jamiyatda kitobxonlarda ilmiy tafakkurni rivojlanishi, shakllanishi va rivojlanishiga va kelajak avlod yangicharoq uslubda fikrlashiga olib keladi degan fikrdaman, qarashim bor. Shu ma'noda Ming kitob loyihasidagi kitoblar bizda shu yo'nalishdagi yangi kitoblar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va madaniyatimizga ham katta ta'sir qiladi. Umuman turli mana sohalarda kitoblar tarjima qilinyapti-ku, madaniyatdan tortib iqtisodiyot, siyosat, ta'lim, bu hammasi bizani yangi davr, yangi bir bosqichga, rivojlanishda yangi bir bosqichimizga turtki bo'ladigan asarlar. Ilm fanni rivoji uchun, O'zbekistondagi ilm fan rivoji uchun turtki bo'ladigan, yana ham ko'proq bir oldimizga kattaroq maqsadlar qo'yib, o'sha maqsadlarga erishishimizga sabab bo'ladigan juda katta loyiha. Men bu loyihani kichik bir qismi bo'lganimdan juda ham xursandman. Loyihada chop qilinayotgan boshqa kitoblarni ham ko'rdim, o'qidim ba'zilarini. Xususan siyosat to'g'risidagi kitobni o'qib chiqdim. Keyin fan tarixi, fan rivojlanishi, fan tarixi to'g'risidagi kitob menga juda ham ma'qul bo'ldi. Uni ham ko'rib chiqdim. Keyin bugungi kunda juda ham dolzarb mavzulardan biri shu iqlim o'zgarishi to'g'risidagi kitob. Bugun har bir shu jamiyatda yashaydigan har bir odam
ga taalluqli bo'lgan masalada endi bu. Iqlim o'sha isishi, o'zgarishi bizning hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan masala bo'lgandan keyin uni o'rganib, o'sha u yerda ko'rsatilgan masalalarga qaysidir qoidalarga bir amal qilib, jamiyat sifatida ham bu narsaga e'tibor qilishimiz kerak, juda muhim. Shu ma'noda u kitobni ham men o'quvchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari shu ta'lim to'g'risida kitob, bir adashmasam bitta emas, bir ikkita, uchta kitob bor edi. Ta'lim o'zi bo'yicha ham o'rganish yo'llari degan kitob. Keyin bizda jamiyatshunoslik sohasi ham nisbatan endi nazarimda orqada. Bu bo'yicha ham bir kitob bor edi. Shu ma'noda tanlangan kitoblar juda ham jamiyat sifatida davlatimizni kelajagi rivojlanishi ma'nosida juda ham kerak bo'lgan kitoblar. Qaysidir davlatlarda yoki mamlakatlardagi rivojlanish o'sha tilda ilmiy adabiyotlarning ko'payishi bilan yoki o'sha tilga boshqa tillardan muhim zamonaviy o'zini davrini eng zo'r asarlarini tarjima qilish bilan kechgan. Shu ma'noda o'ta shior ham kecha ko'rdim. Dunyo o'zbek tilida beryapmiz-ku. Dunyoni eng mashhur, eng muhim ilmiy ommabop adabiyotlarni o'zbek tiliga tarjima qilinishi jamiyatimiz rivoji uchun eng birlamchi va kerak narsalardan biri. Shu ma'noda bu loyihada tarjimon bo'lib ishlayotgan yoki muharrirlik qilayotgan do'stlarimizga men tashakkur bildiraman, rahmat degan bo'lardim. Ular millat uchun qayg'urayotgan millatparvar, vatanparvar insonlar deb bilaman-da. U o'zi oson emas. Ilgari mavjud bo'lmagan bir qaysidir yo'nalishlardagi o'zbek tilida adabiyot bo'lmagan yo'nalishlardagi kitoblarni tarjima qilib, uni o'quvchilarga tushunarli tilda yetkazib berish o'zi oson emas. Katta mehnat talab qiladigan, fidoyilik talab qiladigan ish va ularga men rahmat aytib, muvaffaqiyat tilagan bo'lardim ishlarida.